Assalomu alaykum opa. Men Qoraqalpog'istondanman. Oldingizga bora olmayman. Erim bilan ajrashyapman. Turmushimiz davomida kredit olganmiz. Ajrashsak kredit taqdiri nima bo'ladi? Kim to'laydi uni? Iltimos maslahat bering. Endi agar siz qonuniy nikoh asosida turmushingizni rasmiylashtirgan va undan keyin olingan oldi-sotdi shartnomasi asosida olingan hamma mulkingiz, bu uy bo'ladimi, mashina bo'ladimi, farqi yo'q. Hammasi 50 ga 50 er-xotinning teng ulushlarida bo'lib beriladi. Qarz ham xuddi shunaqa. Agar sizni kreditingiz bo'lsa, sizni nomingizga bo'ladimi, eringizni nomiga bo'ladimi, farqi yo'q. U ham 50 ga 50 bo'lib beriladi. Buning uchun siz fuqarolik sudiga murojaat qilishingiz kerak va murojaat qilganda mulkingiz bo'lish uchun o'sha mulkingiz qiymatidan 4% miqdorida davlat boji to'lanadi. Endi agar deylik siz uy olgan bo'lsangiz va uyingizni yarmi kredit, yarmini naqd to'lagansiz. Uni ham xuddi shunaqa uyingizni naturasini ham 2 ga bo'lib beradi, qarzingizni ham 2 ga bo'lib beradi. Bank 3-shaxs sifatida sudga taklif qilinadi va qarzingizni ham, mulki ham hammasini bo'lib bergan to'g'risida ularni ham shartnomasiga o'zgartirish kiritib beriladi. Men Qoraqalpoqdanman. Oldingizga bora olmayman. Endi agar siz uzoq viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, Toshkentga kelish imkoniyatingiz bo'lmasa, bizda onlayn xizmatlar ham ko'rsatiladi. Onlayn konsultatsiyaga yozilasiz. Bu nimalar qilishingiz kerakligi to'g'risida, qanaqa hujjatlar rasmiylashtirish kerak bo'lsa, hammasi tushuntiriladi. Kerak bo'lsa, hujjatlaringizni ham rasmiylashtirib, da'vo arizalar yozib beriladi.